nan pişirip nan yiyip maksud özülpe dosyarlarını çağırıp bir cihan teşekkürlük ediyoruz. Bizler bugün Ulusvali Murdiyan Qariye Saltık mana hoca dikkat bostanını takip edin. Mana hemeyse sizlerin hizmetinizde, aşkınızda, tüyünüzde, oğlavınızda, güreşinizde, tablıkınızda hoca dikkat bostan hemeyse milleti hizmette. وطن افغانستان وطن داری 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 تو دل پروران لانه شیران وطن داری 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 تو دل پروران لانه شیران وطن باغو گلزارین کورای گل سبز زارین کورای باغو گلزارین کورای İkilemci hemen roze meşhur ve Tagay Meydan Tagay Dipka Ulusvali Hocalık Kurumları Ayeteceğim Bu kapattığı asmışlar Borabız Borganı mananatda bu Nima Garhangda bu Dostlar Ham Burga Muhtarif olayatlardan Dostlar Afrika'da kurslar Biz asmışlar Borab Borga Soymalarımız Sizler Meşhur Tagay Dipka Ulusvali Hocalık Qariye qizda yo'q buni kim yo'lga qo'ygan buni kim istiqbol qilgan bular hammasi inshaalloh borib yog'dan sizlar bilan Bismillahirrahmanirrahim. Men ismim Zabirullo, Ulusvali Xo'jaliko Qariya ittiroqdan bo'laman. Mana bu yil toza yil bo'ldi, har yil toza yilga Qariya qizda yo'q Tagay Tepa degan joyga har yil shunday bir sayr va chakar tafrih bo'ladi. Har yerdan mardum xo'jalikka keladi. Shuning uchun biz ham do'stlar bilan shunday aynalib qaytdik. Faqat bir soat yere bir o'ltirish uchun, bir yig'in uchun faqat shunigadan qaytdik. Keladi, urat keladi, o'g'loq bo'ladi, vodiga polvonlik, kuchtigirlik bo'ladi. امروز دیداشته که مردم یک به خاطر تجلیل عنعنات و سوق خود جمع آمدن. ما نام عبدالعزیز از شهر شبرغان ما چند نفر اینجا به خاطر همه جشن همه عنعنه که در سال یک بار تجلیل میشه اینجا آمدیم. یکی دو تا اسبای بزکش هم روی خود آوردیم. امروز شاید اینجا مسابقه جالب بزکش هم صورت بگیره. اینا رو در دشت پهناور در اینجا عده زیاد مردم با موترها با وسایل آمده دیگاه و مجلس هایی را برپا کردن و ما برای بار اول اینجا آمدیم. واقعا برای من بسیار جالب بود. ایره دیدیم این نمایندگی از این میکنه که در وطن ما یک صلح و آرامش خوب آمده و ما همه عنعنات سوق خدا به بسیار خاطر جمعی تجلیل میکنیم. عده بزرگی از افراد اینجا جمع آمدن با موترها با وسایل دیگ و کاسه و دیگه اینجا جمع شدن. امیدوار هستیم که امروز ما یک روز خوش سپری گردد. مساعد شده او را غنیمت بشماریم، به خاطر شکوفایی وطن خود کار کنیم، زحمت بکشیم و این دشت‌ها را آباد بسازیم، وطن خود متمدن بگردانیم و به این آرزو اگرچه آخر سالهای عمرم است، من امیدوار هستم که در سالهای بعدی هم اینجا پیشرفت‌هایی را در وطن خود ببینیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana bugun sal 9 günü yakshanba ro'zi haydan 4-günü o'zim haydam o'tirib nam xudo mana bu yerdagi sayl soatlar bo'lıyor. O'g'loq musobaqasi va go'rash palavoni musobaqasi bo'lıyor. Nam xudo mana shu yerda qancha nafar hajim bo'lib mana shu yerda sayl soatlarimiz va baxayr. Kelajakda mana xudo mehribon inshaalloh shayat bo'lsa sizlardan ana teşekkür eten Bircan, Asadcan, Yavuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamam binindegani, hamsangar ve hamdostlar hemmelerin inşallah.
Hoca Dukku Bastan TV'den çok teşekkürler ediyoruz. Benim adım Qari Emirullah, Fazani Muhammed Şerif. Lusvali Hoca Dukku merkezinden bugün Kızılaya Qaryasından çıkan joyda bamashhur Tag'ay Tepa Sal Navruz 4. namaz günü bizlar bugün her bir qaysimiz 5 kişi 10 20 30 kişi tanıtanlar dostlar bilen çıkıp mahfil alyas bizler bugün burada ananatı mahsum saatlerin çıkaran bir ziyneti yani bizler bugün burada görüşü oğluku çeker her bir seyahat böyle burada bizler Hoca Dukku Bastan TV'den çok teşekkürler ediyoruz. Misafir kişilerle dostları hemmeler bugün bizler görüyor saatlerini tiretiyor keşif açılıyor bizler bazen Esadullah Yavuz'dan teşekkürler ediyoruz. Sağ ol selamet zinde ol. Assalomu alaykum. Mening o'zim Aslam Yavro'lim. Rizqo'li Xo'ja Dukkadan. Mana Xo'ja Dukku Qizlayoq juvonlari bo'lib bizlar her yil chiqib kelgan pilla shu deb Qizlayoq maydoniga chiqqanmiz. Tapri jeshin Qizlayoq milliy an'anasi bor bu yerda. Her yil shu raqam do'stlar bilan o'tirishib palov pishirib baxshadan do'stlar her yerdan kelgan, her xalqlardan qatnashib, her viloyatlardan qatnashganlar. Tag'ay Tepa adı var. Qizlayoqning ko'p yildan beri her yıl aşkta şöyle merdim uyuşup şahatlık edip dostları bilen gelip tap boşluğuna edip gittiği tapriye. Taat bir birlilik, intipaklığın bir ağzı birliğin janası var. Hemmemiz uyuşup çıkıyor şöyle. Amerika kuşlarında misafir, maşa oturan hemmemiz şoğundan köp salam etiyez. Yar Muhammed adlarım. Yar Muhammed boluyamaş dostlarım hemme şoğundan salam etiyez. Bizleri izlese şoğuna salamımız takdim olsun. Gelin sağ olun avam. Gelin hayatlarım takdim olsun. Sağ olun minnettar. Assalamu alaykum aziz görücüler. İnşallah mana görüyorsunuz dostlar bilen Emel ayının bir mahfili bul. Taze yıl için bizler bir dostlar bilen bir mahfil alan. Bizim gibi minlerce civanlar burada mahfili var. İnşallah bu Tag'ay Tepa Ulusvali Hoca Dukku'da vilayeti Cevizcan Qariya Qızılayaqda bu Tag'ay Tepa adı var. İnşallah Mazardan, Anxuydan, Serpil, Cevizcan, Meymene, Mazar Şerif, hemçinan Balx bu taraflardan hemme dostlar gelip inşallah nasip olsa bizim selamlarımız misafirçilikte yören her bir dostlarımıza selamlarımız var ve ülkemize bir bereketli yıl olduğu için hem bunun bir hoşhallığı hem bir taze yılımız hem bayramlarını mübarek ediyoruz. Sağ olsunlar. Sana köp salam aytyaşlar hem sana. Bana bizler taze yılımıza çıkıp mübarek olsun aytacağız size. Aydı veren toprağım geldi. Anana bat ülpeçilikte toyunda kaysın. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Hacı Muhammed Davud Salcuqi. Reisi Buzkashi Ulusvali Xo'ja Dukku bo'lgan. Mana bu yerda bizlar bu mahfili alıp o'tir. Bundan maksat bu her yıl bo'lyo. Bu merbuti Ulusvali Xo'ja Dukku, Qizlayoq, Saltoq. Bu yerda maksat Anxuydan geliyor, mehmonlar Aqchadan geliyor. Mana bu yerda bizlar bu görüşü, oğluq, ana shunday annemelerimiz var. Maksat mehmon alıyor her yerden, Kabuldan, Mazardan, Faryabdan her yerden geliyor maksat şöyle. Abi her kim gelip özüne layık ülpet dosyarı bile bir nan pişirip, nan yiyip, maksat öz ülpet dosyarlarını çağırıp şurada maksat bir ananayı Türkmen, Özbek şu merdim şurada bolqalın maksat bizlerim şunun idine devam edip alıp varıyoruz. Bana maksat ağaları namesi bile inşallah. Böyle her yerden mehmanlar geliyor, davet buluyor. Maksat şu ananayı Türkmen, Özbek şurada edip otursa inşallah. Bütün yıldan büyük köprek şükür merdim köp geliyor her yerden gelen maksat. Yıl ve yıl tarakki, roba tarakki inşallah. Hatta bir kilo ol Türkiye'nin nemeler hem geldi, sefirler hem bana maksat bağlanqa. Şükür köp yaxşı bilen bir oğuldan ahire geliyor bir ananatımız. Bana oğluk boluyor, görüş boluyor. Maksat şöyle hem kavimler cem bol bir ittifak, ittihatlık. Şöyle ötür şurada bir teclil ediyor. Her yıl inşallah bana sağlığına umur 2. gün ya 3. günü maksat bir vakti münasip olan billah. Payamımız olsa hem aydıp bilersiniz bedendelere. Maksat payam şulki maksat bana hoş bozullar tebrik ediyor. Aramlık şükür yani Marat taraftan hem köp billah hoş şükür emniyet hiç kep yok. Bir ittifak ve ittihatlık da basta. Billah maksadımız namamız yok inşallah. Teşekkür sağ olun. Qarar ki
Xo'jadiko Boston sapasini taqib qilayotgan yigitlar xorijda, daxilda amalaringdan tashakkurlik qilamanki, Buruski ma'pulimizni Xo'jadiko Bostondan ham tashakkurlik qilamanki, dunyoga tarqatib to'tapti. Buruski ma'pulimiz bir an'anotki ota bobodan qolgan. Ulusvoli Xo'jadiko hamma qavmni berga yashayotgan qavmlar turkman, pashtun, o'zbek har qavmi berga yashaydi. Marbut va Xo'jadiko mardimi, Xo'jadiko millati xorijdan kelayotgan bo'lsin, boshqa muxtalif viloyatlardan kelayotganlar hammasi ham mezbon. Inshaalloh mezbonlik qilib ham to'xtabdi. Har joydan mehmon kelibdi, oji soyiblar, qavmlar hammasi mehmondor berga. Hammalaringdan tashakkur, chunki berga kelishimizni illati bu-ki bir tafriq ham qavmimizga, ham o'zimizga, ham mehmonlarimizga. Berda ota bobodan qolgan an'anot, o'g'loq, gurash, olibol, muxtalif vardishlar bor berga. Qaror ko'rasizlar, shoyat ham ko'p nüfus kelgan bo'lsa, ko'p xorijdan ham kelgan nafarlar bor. Bu davlat Turkiyadan kelgan, inshaalloh ularni ham sonra mana bu o'g'loq masalasida, go'rash masalasida hammasini ko'rasizlar. Bu viloyat Kobildan kelgan, Taxordan kelgan, Erotdan kelgan, hammasiga har qavm, har qishloq, har qabila mehmon olgan. Ular inshaalloh mezbonlik qilib to'tadi. Tashakkur amalaringdan sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va merdimi Ulusvali Xo'jadikoning merdimi Xanasavat bugun mana Xalpasayib qizlayoqlar va Saltiq ukalarning merdimi va Xo'jadiko merdimin yoshulari, javonlari hammasi bu yerda mezbon ekan. Maşallah teşekkür, hammasidan bir jahon teşekkürlik etiyoruz. Bizler bugün Ulusvali Murdiyan Qariya Saltiqdan bu yere teşrif getirdik. Teşekkür Davut Hacağadan, teşekkür Hasan Palvandan, Şarağadan ve merdimi Ulusvali Xo'jadikodan bilxusus teşekkürlik ediyor. Sağ olun, teşekkür. Men o'rtam O'jasat, bu Taliban Javzondan kelinman. Mana shu Gurgun tapaga shu Maxtum soybilar bir ananot sayli sadari qadimdan qolgan berga shular bir sayl ko'rsatdi, mardim keldan qo'ydan kelgan, Aqchadan kelgan, Xo'jadiko bor, Qizilayoq bor, shu mardimlar yerga yig'ilibdi. Bir sayl soteri, o'g'loq bor, palavonli bor. Yerga mardim hammasi bir tafriga chiqibdi. Bu bir yaxshi oy keldi, yaxshi yil keldi. Mana bunda bo'rindaliklar bo'ldi. Mardim sarsat bo'lib tafriga chiqqan mardim yerga. Mana bulardan mardimdan, Qizilayoqda mardimidan, bu Maxtum soybilardan bulardan tashakkurlik qilamiz. Qancha masoyibni barobar qildi mardimga, mardim birodar yerga sayli soteri yaxshi ro'zlarni o'tkazib, yaxshi ro'zlarga yerga kelib bilamardim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ishchi va guruhchilar, umidga har kun joyga ya salomat bo'lsanglar. Qismiki Ulusvali Xo'jadikoga albatta kelibizga qismiklarga avvalo amal guruh hamisha har doim mana shunday yigitlar, javonlar, buzurglar yig'ishadi bo'lgan va xotirga amalda tajriba olmoq uchun bo'lgan rasmu an'anotlar borki, kurash bo'ladi, buzkashan o'g'loq bo'ladi va hamda mehmonlar har viloyatdan keladiki, o'zi do'stlarimni bo'lgandek pishirib sotiri qiladi. Shuning uchunki inshaalloh kuraslarga o'g'loq ham bo'ladi, qarib turlarga kelgan, albatta Faryoddan, Mazordan va hamchunon Shukurxondan, O'qmoqdan va Ulusvallardan. Sizlarni taqdirini inshaalloh Xo'jadiko samasida shahar bilan keladi. Assalomu alaykum. Rahmonir-Rahim. Sulaymon Aziz asnomi که از مهمانای Ulusvali Xo'jadiko از شهر شکرخان آمدیم. دیگه از امون شوقی‌های بزکشی دیگه اسبارا گرفته بودیم. انشالله یک روز خوش همراه همه دوستا انشالله داشته باشیم. همگی از هر جای آمدن به تفریح دیگه همگی مسابقه و بزکشی، والیبال و کشتیگیری و همگی انشالله برای همگی دوستا انشالله تفریح خوب و خوش آرزو میکنم. بخیر و سلامت باشین. من ولایت مداردن، Ulusvali Çay'dan, Qariya Quray Sharqdan gelen Paydı Palvan'ın, bana Paydı Palvanların ustadı, bizlerin ustadlarımız oluyor. Şunun davetine gelen, taze yılın tebriğine, aydın tebriğine, bizler bana şu Tagay meydana gelen. Hem kavimleri, hem dostları, Türkmen'in bir ananatı, şunlar adamlar şehirde cemler, zeltesi var, tatil, sıratları görmene, Paydı Palvan'ın davetini kabul ettik, bizlerim şehre geldik. Hem kavimlerin taze yıllarını ve ayetlerini bizler hem kavimleri tebrikliyor, merak olsun aytıyor. Bu muhtebitler hem de Ulusvali Çay'ının, Qariya Quray Dalbazın Qadının muhtebitleri, mehman bizler şehre gelen. Hoş geldiniz emanız. Bakayır bulun. Teşekkür, sağ olun. Sağ olun. Javonlar, musafirlar, o'rtajonlar, birodarlar. Mana Burus kurasındagi viloyat Chayjon, Ulusvali Xo'jadiko, mantiqai Qizilayoq,
Mana burada qadimi birodar Qizilay Xalpaloni Qizilay tarafdan boqdan maydonlikda birodar ota bobodan qolgan an'ana bu birodar javonlar mana shunday musabitlar chiqiydi 40 yil avval 50 yil avval 60 yil avval 70 yil avval chiqiydi. Mana burada polvonlar go'rash bo'ladi, qo'voqloq bo'ladi. Mana Balx Bostonda mana me'morlar ham qo'sh ko'ribdi qadamlariga sanoat. Xo'ja dikkadan ham minnatdorman. Akam hamisha mardimni xizmatda, yaxshi kunda, to'yda, o'g'log'ida, ko'rashda, bu tabliqlarda mana shunday millatni xizmatda, mana shunday yaxshi yo'ltilab, hamisha o'zini bilgandan beri qanday xizmat qilib kelyapti. Yashang, sog' bo'ling. Har joydan polvon, cho'pandod, sayil bor. Xush keldinglar, qadamlaringizga sanoat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Har shaharda musofir bachalar noni garma yaqin o'riylar. Tağaytepe'de, Şortepe, Barkın, Hamiyab her yerden mihman gelir, Kundulu, Katagan taraftan hem yerden. İnşallah bana bir bece görüşümüz Şuruma Resul Ağam geldi palvanlar. Sağ olun görüyen dostlar. Hem mesela. Basını mı, masuliyatını mı, bereketini mi? Buraya süregen inşallah bana bu Muhammed Kozum'u Kızılayok, maşhur ve Kozum'u şuttan, masul Ulufali Hucuduk'a. Hadi buralar, uzaktan yakından gelen mehmanlar, hammalarga Sakay meydana, Seyla hepimiz hoş geldiniz, hoş gördük. Qadamlarimizni qadrlab, Bu yil yaxshi bo'lsin, barakatli, ittifoq, o'yinchoqli, yaxshi, oromli usulli bilan kesin. Xudo barakatini bersin. Bizlar mas'uliyat Sakay huquqi bostan qismi kurasilar, Ulufali hududiga, Qari Qizlayoqqa va mantiqaga albatta Tag'aytepaga biroz an'anot turkman va o'zbek qavmlar bor, birga ijro bo'ladi. Asqamel Buzkashi bo'lsin, o'g'loq, kurash, volleybol, futbol va hamda mardum har viloyatdan kelib ko'rgan do'stlarim bilan o'tirib saylu savodgiri qiladi. Bizlar bilan hamroh bo'lib inshaalloh boramizki, albatta bozorim kina o'sha ro'zga ularni musobaqasi olamiz. Sog' bo'ling. Mana Xo'ja Dikka Bostonni ta'qib eting. Mana hamisha sizlarning xizmatingizda, yaxshi kuningizda, to'yingizda, o'g'log'ingizda, ko'rashingizda, tabrigingizda Xo'ja Dikka Boston hamisha millatning xizmatida.